Bugungi kunda iqtisodiyotda shaffoflikni ta'minlash barqaror taraqqiyotning eng muhim omiliga aylanmoqda. Shu nuqtai nazardan tadbirkorlik subyektlari faoliyatini qonuniy asosda yuritish va soliq intizomini mustahkamlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Surxondaryo viloyati soliq boshqarmasi tomonidan bu borada amalga oshirilayotgan ishlar bilan navbatdagi lavhamizda tanishasiz. Ayni kunlarda Surxondaryo viloyati soliq xizmati organlari xodimlari tomonidan umumiy ovqatlanish shoxobchalarida manzilli targ'ibot ishlari amalga oshirilmoqda. Bu jarayonda tadbirkorlarga yashirin iqtisodiyotga yo'l qo'ymaslik va ishchi xodimlar sonini yashirmasdan soliq hisobotlarida to'liq aks ettirish lozimligi tushuntirilmoqda. Eng muhimi, ushbu shoxobchalarda olib borilgan o'rganishlar davomida konvert usulida ish haqi olayotgan norasmiy ishchilar aniqlanib, ularning mehnat faoliyati qonuniylashtirildi. Natijada 2026-yil yanvar-fevral oylarida umumiy ovqatlanish shoxobchalaridagi ishchi xodimlar soni 2025-yilning mos davriga nisbatan 1163 taga yoki 142% ga oshdi. Surxondaryo viloyat soliq boshqarmasidan soliq xodimlari kelib, bizga tushuntirishlar berdi. Bizning korxonada 38 ta ishchi xodimlar ishlaydi. Bu ishchi xodimlar hammasi hisobotlarda ko'rsatilgan. Surxondaryo viloyatida faoliyat yuritib kelayotgan 101 ta umumiy ovqatlanish shoxobchalari biriktirilgan. Ushbu shoxobchalarning har biri bilan muntazam ravishda tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Jumladan, tadbirkorlik subyektlariga o'z faoliyati davomida soliq qonunchiligiga qat'iy rioya qilish, soliq to'lovlaridan qochmaslik, yashirin iqtisodiyot holatlariga yo'l qo'ymaslik zarurligi atroflicha tushuntirilmoqda. Shu bilan birga, ishchi xodimlar sonini yashirmasdan hisobotlarda ularni to'liq va haqqoniy aks ettirish kerakligi ham tushuntirilmoqda. Shu bilan birga targ'ibot va tushuntirish ishlari davomida davlatimiz rahbarining 246-sonli farmoni mazmun mohiyati to'g'risida ham atroflicha ma'lumotlar berilmoqda. Unga ko'ra 2026-yil 1-apreldan boshlab umumiy ovqatlanish shoxobchalarida alkogol va tamaki mahsulotlari savdosi faqat bank kartalari yoki elektron to'lov tizimlari orqali amalga oshirilishi lozim. Mazkur talablarga rioya etmaslik savdo qoidalarini buzish sifatida baholanishi tadbirkorlarga tushuntirilmoqda.